Tövəndə diqqətinizlər, Fransiyalik dаңlıq yazğıcı Balzac'ның Yevgeniy Grandi namlıq əsərdə bolsun. Grandi vaqti kelganda Grassin bilan Astriddan hamkorlashib, uningdan ancha-muncha naf ilib turish kerak deb qaraydi. Ishkirdagi joylarda xalqning ishonchiga erishish ham egiligini ko'paytirish uchun har qanday ish maxfiy qilinadi. Hech qanday odam Grandining maxfiyatligini saqlashda Kiryosho bilan De Grassinga yetolmasimi? Lekin boshqalar ularning Grandiga qilgan xushomadliklaridan ilgari rayon boshlig'ining yenining qanchalik tomliqini bilib olaydi. Sumyuradagi hamma odam Grandining uyida shaxsiy xazina tillala dövlünüp ketgan maxfiy o'ri bor deb ishonadi. Va uni yerim kechida qo'pib, son-sanoqsiz oltinlarga qarab o'ltirdi. Uning u chaqdagi xo'shalligini so'z bilan ta'riflash qiyin deyishadi. Odatga bexillar bo'lsa, "Yopir, uning ko'zlarining serxilqini qaranglar. Oltinga qarab verib sarg'ayib ketgan ko'zlarda u" deyishib, o'zlarining deganlarini qilsig'mas haqiqat chog'lishib ketadi. Sarmoyaning kuchi bilan cho'ng foyda ko'rib odatlanib ketgan odamning ko'zida shahvatparastlar, qimavozlar yoki bekor talab novchilarning ko'zlaridagidek bir xil holat bo'ladi. Ularning haqdan o'zini qochirib turadigan to'ymas va sirliq qiyofati o'zi bilan bir mijozdagi odamlarning nazaridan qechib qutula olmaydi. Bir narsaga mastona bo'lib ketgan odam uchun aytganda, bunchalik o'zgachilik qarshi tarafning ichidagini bilish uchun yetarli edi. Grandi apandi boshqalardan zodli bir narsa qarz olmaydi. U tong ustasi ham üzüm o'stirishning chevar mayiri. O'zining kirimi uchun qachon 1000 tong, qachon 500 tong haraqqa hojat tushidi. Bundaq hisobga u usta edi. U hayonkashlikda biror qatam sunib baqqan emas. Tongning bahasi haraqninkidan eshib ketganda, u sapli tong sotadi-da, harqini saqlab qoladi. Bir tong haraqning bahasi 200 frankga chiqqanda, ondan bozorga chiqaradi. Odatga kichikroq simindorlar bo'lsa, bir tong haraq 100 frank chaqdili setib olib, qarab o'ltirdi. Shundoq ekan, Grandiga o'xshash bundoq odam albatta kishilarning hurmatiga loyiqdir. 1811-yili u kirpidak tugilib olib, harqini bir timimdan degrek chiqarib 244 ming frank topgan edi. Grandi apandi o'z egiligini boshqarishda xuddi yo'lbos bilan timsoqning o'zi. U go'yo shu ikki maxluqqa o'xshash o'rnidan qimirlamay o'ltirib, o'z o'ltisini bir g'azo kutdi-da, ondan o'zini otidi. Pul xaltasining to'ymas og'zini ichib, dövdi va oltinlarni yutidi. Uningdan keyin xuddi qo'rsqini to'yg'izib olib, bahramon so'zlib yotgan yilonga o'xshash ko'zni yumib uyquga ketdi. Ammo ishlari o'z tartibi bilan yurishaverdi. U ko'chadan o'tganda uningga havaslanmaydigan, hurmat bildirmaydigan va uningdan yiqmaydigan odam bo'lmaydi. Sumyurada u timirdek o'tkir tirnoqlarini apchillik bilan paturib ko'rmagan kim bor? Birari terilg'u yer setib olmoqchi bo'lsa, biriga bir o'sim bilan Kiryoshodan qarz pul oladi. Yana biri qaralik chekni ilib, Grassinga naq pulga tegishidi. Grassin oldi bilan uningdan bir muncha o'sim tutib oldi. Bozorda yoki kashlari bo'lgan quruq paranglarda Grandi apandining ismi tilga ilinmaydigan kunlar nihoyat oz bo'ladi. Ba'zi odamlar bu o'zimchi buvoyning yayliqini shu yerning yaltirab turgan go'hari. Qancha maqtsak shuncha arziydi deb bilishidi. Xeyli ko'p tijoratchilar, sarayvallar sirtdan kelgan mehmonlarga maqtinib, "Apandim, bizning bu yerda puli million frankdan oshirganlar 3 oila. Grandi apandini desangiz, u zodi qanchalik ta'alluqoti borligini o'zimi to'liq bilmaydi", deyishidi.
1816-yili Sumyura bo'yicha hisob-kitobga usta biraylan Grandining barliq dunyosini taxminan 4 million frank keladi deb mo'ljallagan edi. Lekin uning 1793-yildan 1817-yilgacha yilda kiradigan kirimi 100 ming frank edi. Buningdan mo'ljallangan bo'ladiki, uning bar naqd puli ko'chmas mulkning qiymati bilan barobar degidek. Şoň kishilar qarta o'ynab bo'lib yoki üzümning ahvoli to'g'riliq paranglashib etib, Grandining gapi chiqib qolsalar, ardin danishmarak biri qo'pib, Grandi buvayni damsizlar. Uning 5-6 million frank puli bordi, deb qo'yatdi. Bu gapni Kiryosho yoki Gratsien anglasa, "Qaltis qo'san, uning unchalar puli borligini men bilmaydi ekanman", deyishi mumkin. Parijlik biror mehmon Rothschildach va Lafitte'ga o'xshash cho'ng bankirlar to'g'riliq gap ichib qolsa, Sumyuraliklarning ularning Grandi apandimga o'xshash puli ko'pmidi deb so'rashi tabiiy. Agar Parijlik kishi kulib qo'yib ularning so'zini tasdiqlasa, ular cho'qim boshlarini singayon qilishib, uning gapiga ishonmagidek bir-biriga qarshib qo'ydi. Ana shundaq cho'ng boyliq bu millionerning harakatlariga oltindan halbagan edi. Agar uning turmushi yetib qopishida haqqa kulkulik bo'lgan biror ish bo'lgan bo'lsa, kishilar u ishni allburun unutib ketishadi. Grandining har qanday biror harakati xuddi tashqi muhr bosgandek hammaga ta'sir qiladi. Uning gapi, kiygan kiyimlari, ko'zlarining harakati shu yerliklar uchun o'zgarmas qonundek bo'lib qolgan. Kishilar xuddi tabiiy fan olimlari hayvonlarning tabiatidan ularning rolini tepib chiqqanga o'xshash Grandi apandini inchga ko'zatdi. Va oxir uning eng ushoq arzimas harakatlaridan uni so'z bilan ta'rifligisiz cho'nqur aql egisi degan yaga kelishadi. Masalan ba'zilar, qaranglar, Grandi buvay palay kiyibdi. Shuningga qaraganda bu yil qishda cho'qim qattiq sovuq bo'ldi. Üzümlarimizni yig'saq bo'larmikin, deyishadi. Yoki Grandi buvay nurg'un taxtay setib oldi. Bu yil haroq oz bo'lmasi kerak, deyishadi. Grandi apandi bozordan go'sht, bo'lk setib olgan odam emas. Har yakshanba kuni uning o'rtoqchilari ijara haqqi hisobida uning yetgudak to'xu, seriq moy, bug'doy akilib beradi. Uning bir tugmani bor bo'lib, biriga ijaraga bergan edi. U odam tugmanning ijarasidan sirt yana bug'doyni o'zi akitib, tartgan un bilan chiqqan kepikini uning uyiga yetkazib beradi. Uning dunyoda tepilmas xizmatkori Nanita yashinib qolgan ayol bo'lsa-mu, shanba kuni yanala uning bo'lkinlarini pishiradi. Uning uylarini ijaraga ilib o'ltirg'uvchilarning ichida ko'ktat teriydiganlarmi bor edi. U Grandini ko'ktat bilan ta'minlab turadi. Mevlarga kelsak, obdan o'xshagan yillari ko'p qismini bozorga ilib chiqib sotadi. Qalaydigan o'tinnimi uning g'ami yo'q edi. Etizning qashalaridagi yog'och tosh, qurib qolgan qiyir daraxtlarni o'rtoqchi dehqonlar qisqa qilib hardab harug'i basatida uningga yetkazib beradi. Hatto uningga xushomad qilib o'tinxonaga tizib beradi. Uning badiliga bir necha eg'iz rahmat so'zni ilib qaytib ketishadi. Uning chiqimidan kishilarning bildig'ini cherkovga borganda o'tiradigan o'rindiqni, yeydigan tamoqining haqqi, Grandi xonim bilan qizining kiyimlarini, uyga ketadigan shamning puli, Nanitaning ish haqqi, davlatning beji, bog'larni remont qilishga, teriqchilikqa ketadigan chiqimlar edi. U yaqinda 600 arpan keladigan bir o'rmon setib olib, uni qo'shimcha ish haqqi berish sharti bilan yaqin bir qo'shnisiga qarashqa berdi. Va bu mulkka ega bo'lgandan keyin ancha-muncha o go'shtlarni yeydiganmi bo'ldi.
odamning yurish turishi odatdagidek. Gapimi ko'p emas edi. Gap qilganda oddiy, muloyim so'zlaydi. Ham ko'n gapni takrorlaydigan mijozi bor edi. U buyuk inqilobdan keyin jamiyatga to'nilgan. U gap sotadigan yoki biri bilan maslahatlashadigan ishlarga duch kelib qolsa, darrov kekashlab, qarshi tarafni gangirtib qo'yadi. Uning tutuq, tushangili bo'lmaydigan so'zlari ham bir-biriga bog'lashmaydigan quruq gapni ko'p qilib, o'zining demoqchi bo'lgan maqsadini malomallashtiradigan qiliqini ko'rgan odamlar uni tarbiya ko'rmagan qarqusoq odam o'xshaydi deb qoladi. Amaliyotda uning qiliqlarining hammasi yolg'on edi. Uzunga bo'lmay biz hikoyamizdagi ba'zi voqealarda buning sababini to'liq yechamiz. Holbuki u o'ziga yoqmagan turmushda yoki sodada bir taraf qilish qiyin bo'lgan ishlarga duch kelganda matematika formulasiga o'xshash qil neri qil beri bo'lmaydigan men buni uqmayman, bu mening qo'limdan kelmaydi, buniga mening maylim yo'q, qani qarab boqay degan 4 ig'iz so'zdan boshqani so'zlayolmaydi. U bo'ladi ya bo'lmaydi degan so'zni og'izdan chiqarib baqqan odam emas edi. Ham zodili qog'ozga bir nima yozmaydi. Biri uningga gap qilsa, o'ng qo'li bilan enkini yulab, jaynikini so'l qo'lining dumbisiga qo'ygan holda salqin o'tirib anglaydi. Mayli qandoqli ishda bo'lsin, biror qarorga kelgan ekan, uningdan o'ligicha yonmaydi. Arzimas biror so'da ustidimi ko'p bosh qotiradi. Bir-birining piyiga tushish maqsadida qilingan uzoq parangdan keyin qarshi tarafga sirimni qilchi bildirmadim deb o'ylaydi. Amaliyotda bo'lsa Grandi uning nima o'ylayotganligini bilib bo'ladi-da, Qushnachim bilan bu to'g'rida maslahatlashmagan. Shunga o'z oldimga bir nima deyolmayman deb javob beradi. Uning qo'lida quldek ezilayotgan ayoli sodada tasgaganda o'zini yushirdigan eng yaxshi bahonasi edi. U zodilla birning uyiga berib boqmaydi, ham boshqalarning uyiga chillamaydi. U go'yo hamma narsani, hatto harakatini tejaydigandek hech qanday narsaning tevishini chiqarmaydi. Shaxsiy mulkini qadrlash tuyg'usi uning vujudida cho'nqur yildiz tortgan bo'g'ashqa, boshqalarning hech nimasiga qo'l tekkizmaydi. Gap so'zda muloyim, muomilda ehtiyotchan bo'lsa-mu, lekin to'ng ustisiga xos gap so'z va odatlarini oshkorlamay qolmaydi. Bo'libmi o'z uyida sirtikidek unchavala yavash emas edi. Endi Grandining qomatiga kelsak, u buyi 300 gazdan oshiqroq keldigan baslik to'liq odam edi. Pachoqlarining aylanmasi 12 diyom keladi. Put-qo'llari bo'g'im-bo'g'im, yelkalari keng edi. Yüzü yumaloq, qo'pol va cho'qir edi. Engi tuz, qalpaqlarining hech qanday agmisi yo'q. Tishlari nihoyat oq edi. Yilonninkidek surlik ko'zlari xuddi odam yeydigandek parqiraydi. Cho'nqur qo'riq tushgan peshonasining ba'zi bir turtib chiqqan joylari faqat uning o'ziga xos bir xil ko'rinishini shakllantirgan edi. Seriq chochlariga oq sanjigan bo'lib, Grandi apandini masxara qilishning oqibati qandoq bo'lganligini bilmaydigan yoshlar uning sochlarini oltin ichiga kumush unibdi deb chaqchaq qilishadi. Uning uch tarafi yo'g'on burnining bir tarafida to'piq bo'lib, to'piqning inchki qizil tomirlari ko'rinib turadi. Kishilarning bu to'piqni qo'liq shumliqning xaltisi deyishlari bekor emas edi. Bu chiroy o'zining barliq his tuyg'ularini boyliq to'plash g'amiga markazlashtirgan odamning xatarlik hiylagarligini, so'g'uq vijdonini va shaxsiy manfaatparastligini ifodalab turadi. U faqat bir narsani oz bo'lsa qadrlaydi. U bo'lsa uning birdan-bir merosxo'ri bo'lgan qizi Yevgeniy edi. Grandining o'zini tutishi, xulq mijozi, yurish-turishlari, umuman hamma nimasi har qanday ish o'qatda foyda ilishga odatlanib ketgan kishining manmanligini ko'rsatib turadi. U ko'rinishda chiqishqoq,
muloyim bo'lsa-mu, lekin intayin o'z so'zlik edi. U doim bir xil kiyimda yuradi. Tashqi ko'rinishi yanala 1791-yildagiga o'xshash edi. Putida qo'pol oyoq. Oyoqining bo'qchimi tasmadan qilingan edi. To'rt faslning hammasida yung paypoq. Qo'pol mo'tdan qisqa ishdan kiyadi. Ko'mishrang kang latida pochiqini ching yo'g'ib oladi. Ustiga parqirab turadigan yo'l maxmal jilatga. Hamisha boshdan oyoq tugmilinib turadigan, oldi orqa pashlari kang kelgan qo'ngrang chapon kiyib oladi. Bo'yniga qora galstuk taqaydi. Beshig'i shilap kiyadi. Xuddi jandarmlarnikiga o'xshash puxta tikilgan palaylari 18 oydan buyon uning xizmatida bo'lib kelyotadi. U palaylarni kirlashtirib qo'ymaslik uchun har qanday vaqtda shilapsini o'zi odatlanib qolgan birli yeriga qo'yadi. Bu odam to'g'riliq sumyuraliklarning bildig'ini mushunchilikli edi. Shahardagi aholilarning ichida uning uyiga kirishga salohiyati to'shadiganlar faqat 6 kishi bo'lib, oldingi 3 kishining ichida eng muhimi Kiryoshoning yeznisi edi. Bu yosh yigit Sumyuradagi sud mahkamasining boshlig'i bo'lgandan keyin Kiryosho degan familiyasiga yana Bonfon degan ismni qitib olgan edi. Va Bonfon degan ism bilan nom chiqarishga bor kuchi bilan tirishadi. Kedi Bonfon uning imzoliq ismi bo'lib qoldi. Navoda o'zini so'ramagan biror advokat uning koni ismi bilan Kiryosho apandi deb chaqirib qo'ydigan bo'lsa, jazmanki u sudda o'zining o'ylamay so'zlab qo'yganligi uchun pushaymon yeydi. Uni sud boshlig'i apandi deb ataganlar sudchining himoyasiga erishadi. U o'zini De Bonfon apandi degichi qo'shamatchilarga chiroyini ichib, ulardan tabassumini aymaydi. Sud boshlig'i apandi 33 yoshda edi. Uning bir yerda qo'riqi bo'lib, u yerdan yiliga 7000 franklik daromad oladi. U yana ikki tog'isining mol-mulkiga varislik qilishni kutyotadi. Tog'ilarining birining ismi Kiryosho Pop edi. Kiryosho Pop Sen Martin cherkovidagi missionerlar jamiyatining odami edi. Anglagan gaplarga qaraganda u ishkaylarning puli nihoyat ko'pmish. Bu 3 Kiryoshoning jaddi jamiyati ko'p edi. Shaharning o'zida 10-20 oilalik tuqqanlari bor bo'lib, ular xuddi ilgari o'tgan Florensiyadagi Medjilarga o'xshash yemirilmas qo'rg'on edi. Shundaqdimi Medjining partak kushandisi bo'g'iniga o'xshash Kiryosholarning dushmanlari yo'q emas edi. De Grassen xonimning 23 yoshlardagi Adolfa ismli bir o'g'li bor edi. Grassen xonim Yevgeniy xon qizni suyimlik o'g'li Adolfaga ilib berish niyatida bo'lg'ashqa, Grandi xonim bilan qarta o'ynashqa to'limi herisman edi. Banker De Grassen apandi bu maqsadni amalga oshirish uchun butun vujudi bilan xotiniga moslashadi va pixsiq buvayga ostirtdan yordamda bo'ladi. Bo'libmi cho'ng-cho'ng ishlarda zodili boshqalarning keyinda qolmaydi. Bu uchaylarning ha-hu deyishadiganlari, urug' tuqqanlari va sodiq do'stlari bor edi.
Kiryosholar tarafda pop ularning aqldorlari edi. Guvohchi qerindishi yar yurak bo'lib turg'ashqa, u Grandining mol mulkiga jiyanini varislik qildirish uchun Grasin xonim bilan har qanday so'rinda raqobatlashalaydi. Kiryosho bilan De Grassillarning Evgeniyni talishib qolayotgan kurashlarga Sumyuradagi cho'ng kichik oilalar to'limi qiziqadi. Evgeniy xon qiz kelgusida kimga yatiq bo'la? Sot boshlig'i apandigimi yoki Adolfa De Grassilgami? Bu savolga ba'zi kishilar har ikkisiga emas deb javob berishadi. Ularning deyishicha, qeri to'ngchining tamasi cho'ng bo'lib, parlament a'zosini o'ziga kuy o'g'il qilgudek. Demisimi 300 ming franklik to'yliq molni ko'rganda kim uning o'tmishi, hoziri va kelgusi bilan hisoblashib o'ltirsin? Ba'zi odamlar De Grassilla Isilzodlar avlodidan. Dunyo sijiq. Adolfami kelishgan yigit. Bundaq kishilarga qudi tushish, peqir oilada cho'ng bo'lgan, ilgari palta iskini bilan naplashganligini Sumyuradagi hamma odam biladigan, uning ustiga inqilobiy partiyaga qatnashgan odam uchun rozi bo'lsa bo'ladigan ish. Uning unmaydiganga u ya papining o'g'lini tepib qo'yganmidi deyishadi. Lekin ko'pni ko'rgan qayerlar bo'lsa, ularni Kedi Boffin apandi Grandining uyiga ixtiyoriy kirib chiqa oladi. Uning raqiblari bo'lsa, yakshanba kunidan boshqa kunlarda qarshi ilinmaydi deb ogohlantiradi. Shundaqdimi ba'zilar De Grassin xonim Grandi apandining uyidagi xonimlar bilan Kiryosholarga qaraganda ko'p yaqin. Vaqt uzargan seri Grassin xonim ularni ayvashga keltirib, ko'zlagan muddasiga cho'qim yetalaydi deb qarashadi. Lekin yana ba'zilar Kiryosho pop og'izda gapi bor odam. Gapga kelganda uningga yetadigan yo'q. Evgeniyni talishda Grassin xonim bilan tang tura oladi deyishadi. Shunga Sumyuradagi bir donishman ularning kuchi tang kelib qoldi. Har ikki taraf qo'liq shumliqda bir-biridan qilishmaydi degan edi.